Termiz davlat universitetidan 300 metr uzoqlikda Begim chorrahada 3 qavatli yangi g'ishtli uylarning 3-qavatida umumiy maydon 74 kvadratni tashkil qilgan 2 xonalik uyimiz sotuvda. Hozir men mehmonxonada turibman, ko'rib turganingizdek. O'tgan safar Begim chorrahadan ulgurmay qolgan obunachilarimiz uchun aynan ushbu uy siz uchun bo'ladi. Tezda kelib baraka qilamiz. To'g'rimizda dushovoy bilan hojatxonasi razdenli. Ko'rib turganingizdek, yarmigacha kafillangan gaz, suv, svet, kanalizatsiya. Asla muammo yo'q. Bu yoqda esa o'ng qo'lda hojatxonasi va aynan aristonlar mana shu yerga joylashtirilgan ekan. Oshxonamizni ko'rib chiqamiz. Oshxonamizda ham o'tirish uchun stol-stullar qilingan. Barcha bitta texnikalari hammasi qoladi. Eng yaxshi joyi shiftning balandligi 3,5 metr hisoblanadi. Kvadrati ham juda yaxshi bo'lyapti. 2 xonali katta kvadratli uy so'ragan obunachilarimiz bor edi. Bu yoqda esa spalna xonasi. Narxi necha pul deysizmi? Narxi 510 million so'm deb baholandi. Yanada kelishadigan joylari mavjud. Kvadratiga ham tashaganda juda qulay narx hisoblanadi bu lokatsiyaga. Manzilimiz yana bir tushuntiradigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek, yangi universitet, o'sha Termiz davlat universitetidan tushda Begim chorrahada mana shunaqangi 3 qavatli uylarda bo'lyapti. Tezda shoshilib qolamiz aziz obunachilar.